Buni to'plaguncha nechta g'isht urgan ekan bu bolalar. Ay azobo. Ana 75 ming, bu 45 ming ekan. 120 ming bo'ldi. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barakotli bo'lsin. Mana 26-yilning 1-ish kuni. Novoy ko'chadagi notariusga viza xizmatlari bo'yicha kelganmiz. Do'kon sotilgan ekan. 120 ming dollarga hozir notariusga kelib sanab berdi u pullarni. Tekshirib, cheklargacha chiqarib berganmiz. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, dollar tekshirib beramiz, Namanganga murojaat qilinglar. Inshaalloh 24 ga yetib Namangan shahar bo'ylab viza xizmatlarimizni ishlaringlar chiroyli holatda o'tkazib beramiz.